Aziz do'stlar, biz showroomda yangilik. Hop, Qirg'izistonda manaqa har xil rangdagi g'ishtlar kelgan 05 NF sopol. Bitta mustahkam va Turkmanistonda yangi rangi bor, angoba qilingan. Korishneviy. Juda ko'pchilik shu korishneviy g'isht bormi, Rossiyaniki bormi deyapti. Bemalol Rossiyaniki bilan solishaveradi. Mana bu g'ishtlarni ham bir ko'ringlar. Ranglar gapiradi, ranglar. Va bizda shunaqa xizmatni yo'lga qo'yapmiz, xudo xolasa. Samarqand g'ishiga gulov beryapmiz. Samarqand g'ishiga. Bu ham sopol, tabiiy keramika. Xuddi yog'ochga o'xshab chiqadi. Yog'ochni qanaqa qilib qo'ysa, g'isht shunaqa qilib beryapmiz. Bemalol haligi gul chiqaradigan usta akalarni murojaat qilaverasizlar. Va hamma assortimentlar bor. Turkmaniston, Eron, Rossiya, o'zimizning Chimyon, pressovniy g'ishtlar, burchak, termoblok. Xullas, g'ishtdan muammo yo'q. Qurish qilayotgan do'stlarga jo'natib qo'ying.